bir banda savol javob bo'lib jannatga loyiq ko'rilibdi-da. Jannat eshigini tagiga borib, maloikalardan bir narsa so'rab, ular javob deb tortishayotganlar. Alloh taolo so'rabdi. Raviylar rivoyat qiladi buni. Banda nima deyapti? Maloikalar chiqib, ey Alloh, sen har narsani bilguvchidirsan, lekin aytaylik, shu bandang dunyoda bittasini sevgan ekan-da. Shu keldimi deb so'radi, yo'q dedik. Agar u kelmasa men jannatga kirmayman deb aytyapti. Alloh taolo aytar ekan, bandamki qul holatida boshqa bir qulni unutmabdi. Men ham u bandani unutmayman. Beringlar murodini deb haligini olib kelishar ekan. Qulni sevgan. Ya'ni baxt nima? Bu oddiy formulasi. Shunday sevinki, shundayini sevinki, siz jannatning eshigiga borsa, siz bo'lmasangiz u jannatga kirmaymansiz. Va o'zingiz ham shunday sevingki, jannatning eshigiga borganingizda u bo'lmasa men ham jannatga kirmayman. Mana